أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bugünkü dersimiz sağlıklaşılar kitabımızdaki birinci çoğun babı ilmul maani'nin 8. faslısının 8. küçük babı el-icaz, el-itnab ve el-musavat. Yani icaz deganimiz lug'at jihatda so'zning o'zining ma'nosini beysaq qisqa keltirish degan ma'noda, itnab deganimiz uzun keltirish degan ma'noda, musavat deganimiz dal keltirish degan ma'noda. Biz dersimizning ilgirki mazmunlarida jumlalarning asosiy ifodalash maqsad o'tdi. Jumladagi asosiy bo'lakninki munosabatlik ahvollari, masalan ma'rif keltirish, nakir keltirish, muqaddam keltirish, muaxxar keltirish degandek va xabar bo'lakninki, musnadninki shunga o'xshash ahvolatlari, undan keyin jumlaningki ixbor va insho nuqtasidagi xarakterlari va bularni o'tirdagi ifodalaydigan ma'nodagi farqlari, cümle uslublaridagi odatdagidek shaklda keltirish va qasr uslubida keltirish qatorliq mazmunlar oxirlashgandan keyin, ya'ni asosan bizning normal jumlalarni ifodalash va ifodalash shakllariga xos qilingan jumla uslublari haqidagi mazmunlar bir oxirlashdi. Endi biz normal bir ma'noni ma'lum muddao maqsad tufaylidan o'ziga shu ma'noga udul qiladigan iborat qurilmadan ortiq qurilmalar bilan ifodalash yoki normal bir ma'noni, masalan ko'proq, uzunroq bir ma'noni oz, qisqagina bir iborat qurilmaga ana qilib o'tish, shuning tigidan ifodalab o'tish yoki ma'noni dal iborat qurilmadan ifodalash qatorliq bu jumla uslublarga keldik. Bu jumla uslublarini arab tilida Arab tildan boshqa tillarda normal qo'llanilgan uslublar, bu uslublarning biz misol tariqasidagi shakllarini ko'rib o'tamiz. Avtorda aytadi, darsni boshlashdan ilgari muqaddima sifatida ijaz, itnab, musavat deganlarning ma'nosini tushuntirib, ijaz deganimiz ko'p ma'noni oz so'zda ifodalashda bir xalal bo'lmasdan ado qilish. Ko'p ma'noni az sözde şu ifadeleşte bir halal bulmasın. Min gayri halalin degeni bir hatalık yoki kemçillik yüz vermezsin ifadeleşine icaz deyimiz. Ama itnab degenimiz del eksi. Yani köp manani az lafz bilen ifadeleş icaz degen bolsak, bunun eksi az manani köp lafz bilen ifadeleş. Yani o qanaqdır behude artık keltirmesini bulduğun bilekin keltir degenlik emas. Maqsad nima bo'lsa, biz ifodalamoqchi bo'lgan maqsadni ma'lum darajada ko'rkam yoki mazmunga to'yingan yoki o'zimiz maqsad qilgan bir ortiqcha mazmunlar bilan birga ifodalamoqchi bo'lgan vaqtida keltirilgan iboratimiz ifodalamoqchi bo'lgan maqsaddan sal uzunroq bo'ladi. So'zlar takrorlanadi, ba'zi so'zlar qisqariladi degandekchi. Mushu xil holat itnob bo'ladi. Shunga turda aytadi: "İz yuradu bihi ta'diyatul ma'na bi'ibaratin saida alayhi bifaidatun maqsuda." Yani çünkü itnobdan ma'noni shu ma'nodan ortiq iborada ifodalash maqsad qilinadi. Ama ortiq keltirishimiz sababsiz emas, bifaidatun maqsuda. Shu so'zligicha shu uslubni keltirish tarafdan maqsad qilinayotgan ma'lum bir ortiq mazmun. Foyda degani jumlada ifodalamoqchi bo'lgan bir ahamiyatli mazmunni ko'rsatadi. Endi musavat, itnob degan av ekan, ijaz degan mav ekan, musavat ta'til musavat haddan wasata. O'ttir holatda keladi, o'ttir darajada keladi. Chunki u musavat deganimiz taqum ala ta'diyatil ma'na al murad bi'ibaratin musawiya lah. Maqsadlik ma'noni shu ma'noga mos keladigan, dal keladigan iboratlar ifodalash. Bir og'iz maqsad, bir og'iz so'z bilan, ikki og'iz maqsad, ikki og'iz so'z bilan ifodalanadi. Mana bu Abdurrahimki ders başlashdan ilgari, ya'ni gapni boshlashdan ilgari bizga bergan qisqacha tushunchamiz. Amshakaga vaqt Imom Sakaki rahimahulloh yana bir narsani ifodalamoqchi. Davotida amma ijaz va itnob falikawnihima nisbiyayn. Endi ijaz va itnobning muqim tarafati yo'q deydi. Biz o'qiya, itnob degan asli maqsadlik ma'nodan uzun bo'lgan ibora. Ijaz deganimiz maqsadlik ma'nodan qisqa bo'lgan ibora. Ama bunun ölçümü qanday desa ölçümü yok. Manchilik ma'noni, manchilik jumla bilan, manchilik so'z bilan ifodalansa bu itnob bo'ladi. Manda hukmni manda so'zlarla ifodalansa ijazulu deydiganga o'lcham yo'q. Bu nisbiy degan gap selishtirma. Ular nimaga selishtiramiz desa,
Dağıtıdı. Çünkü kalam cümle bazı kısık keledi. Yeni bir cümle ondan kısıkrak cümle keledi. Ma cümleni icaz etsek bunun da mı icazı var mı de? Ama icaz dep qaragan cümle ondan mı icazrak kelgan cümlege nisbeten itnab buludu. Mesela demek bu hem seliştirme buludu. Bazıda mutnab uzun buludu cümle yeni birisi ondan uzunroq cümleden yeni birisi keledi. Biz itnab dep qaragan cümle ondan uzunroq cümle kelgan vaqtda nim buludu? Icaz bolup qaladı. Demek bu yerda mutlaq itnabning manda o'lchamdagi narsa itnab, manda o'lchamdagi narsa ijaz ediganga o'lcham yo'q. Bu faqat selishtirma xarakteridagi, ya'ni biz keltirgan iborat ya maqomga selishtiramiz, ya shu normal urfida, kishilarning so'zlash uslubida shu ma'noni ifodalash uchun qo'llanib kelayotgan iboratning o'lchami, iboraning o'lchamidan ortiq bo'lib qolsa, shuni selishtirsak, itnab azop qalsın o icaz. Degan ma fikrni o'tirib qo'ydi. Yani ولا يتيسر الكلام في الإيجاز والإطناب إلا بترك التحقيق والتعيين. إيجاز وإطناب to'g'risidagi gap faqat buningdagi aniq hamma tarafini aniq belgilash va muayyanlashtirishni tashlash bilan aniqlaydigini buni kesib to'rt atrofini qirib, masalan gapning zodi manjidan mayagacha kelsa itnab, mayadan mayagacha kelsa ijoz degandan keyin ish murakkablashadi. Biz muqim o'lcham qo'yishni tashlash kerak. Bitarki tahqiq degani aniq uni bekitib, mau ijoz, mau itnab deb bekitishni tashlash kerak. Mushtaqqa vaqtda bizning gapimiz joyiga tushadi, o'z o'rniga tushadi. Va nima qilish orqali desa ömrü örfi bo'lgan bir ishga asoslanishligini jamiyatda, ijtimoiyatda shu jamiyatdagi kishilarning so'zlash usuli, so'zlash qoidasi, so'zlash odati qanchalik darajada iborat ishlatib kelgan bo'lsa, shu ma'noni ifodalash uchun shuni o'lcham qilib turib, shu so'zdan uzun bo'lsa itnab, qisqa bo'lsa ijoz deyish kerak. Endi har jamiyatning hatto bir tilga so'g'an kishilarning o'xshamagan jamiyatlaridagi söz işletiş uslubu farqlanadi. Söz işletish uzun qisqalib farqlanadi. Bunda bo'lgandan keyin biz hozir mayadini kesib, itnob degan manchilikka itnob, manchilikka ijoz deb kesanmaymiz. Bunda desak biz tushuntirmaymiz deydi. Endi amr degan nima desa, balog'at yuqori qatlamiga o'rlab ketmagan. Va undan keyin balog'atdan yiroqlashib, eng tuvan qatlamga tushib ketmagan o'tirhal kishilarning odati, mutaariful awsat degan o'tirhal kishilarning odati. Ya'ni favqulodda balog'atlik tabaqa va adabiyot eng yuqori tabaqasi va uni o'lcham qilib olsak, u hammadan u tariqada paran qilinmaydi, so'zlayolmaydi, yozolmaydi. Endi jamiyatga ishqib eg'izdan bir tovushlarni chiqarib, ovozlarni chiqarib, haqqa maqsadni uqtira oladigan eng tuvan o'qimagan, eng tuvan bir qalam bo'ladi adabiyot sohasida. O'zining maqsadini aran ifodalay oladigan. Ma'no o'lcham qilsak, u tex o'lchamga yormaydi. Endi ani o'lcham qilsak, yaga yetib bo'lolmaydi. Qana qilamiz? Ikkisining o'ttiridagi qatlam bor. Oyagimi chiqib ketmagan, mayagimi tushib ketmagan, mushuni o'lcham qilib turib, mushu iqimdagi kishilar odatda o'zining maqsadini qanchalik iborat bilan ifodalasa, shu iborat uning musovat bo'ladi. Shu iboratdan uzun keltirish, itnob qisqa keltirishni bo'ladi, ijoz bo'ladi. Anda olganda kalamul awsat, ya'ni o'tir qatlamdagi kishilarning urfi, yo'lidagi fi majral urfi, ularning urfisining jar bo'ladigan yo'ldagi gipi maqsadni ifodalashi dal bu jumlaga beriladigan hukm. Ya'ni bu jumla mujazmu yoki mutnaqmu. Ya'ni ijozami itnobami buni hukm qilishda biz o'ttir qatlamdagi kishilarning so'zlash urfisini asos qilamiz. Mush urfi hukm nima so'radi obyekt bo'ladi. Ya'ni fal kalamul ladzi ta'arafat alayhi al-awsat o'ttir qatlamdagilar odatlangan jumla shakli balog'atda o'ttir hal o'rinda turadi. Bak madihlab ketadigan la yata'arradu fihi ila ham degan gap bak madhiyaga uchirmaydi va la ila zam. Bak sukash ayblashga qanday qilmaydi, uchirmaydi. Demak bu o'tir hal. Mushuni asos qilib turib, undan keyin ijozni belgilaymiz va itnobni belgilaymiz. Unda qilmaganda biz ijozning oldi-keyinni to'xtatmaymiz, itnobning oldi-keyinni to'xtatmaymiz. U ta'sib qiladi vaqtida. Chunki kishilarning urfisi o'xshamaydi. Jamiyat o'xshamaydi. Biz to'xtatgan o'lcham bir jamiyatga asoslansa edi, bir jamiyatga tushmaydi. Majamiyatga tushsa, ajamiyatga tushmaydi.
Şunlaşqa biz bu yerda itnab icazning muqim o'lchimini, muqim ahvolini ta'rifatini belgilamaymiz. Balki örpni asos qilamiz, örp asos, örpdan ortiq bo'lgan itnab, kam bo'lgan nima ijoz uludur. Ana hozir gap shu bo'lib to'xtab tursin. Sakaki rahimahullohning gibi güzel oldu bu o'rinda. Abdurrahman da satadigan gapida oz ma'noni ko'p lafzlar ifodalash yoki ko'p ma'no oz lafzlar ifodalash bu bir prinsip jihatga ta'rifot qilsa, buning amaliy tushunchisini Sakaki rahimahulloh berdi. Shu Abdurrahmonni ko'chirib akeldi. Endi gapni biz nereden boshlaylik? Ijozdan boshlaylik. Ya'ni ijozni qaytib bir desak, ko'p ma'noni oz iboratlar qana qilish ifodalash. Ko'p ma'noni oz iboratlar ifodalash. Abdur buni tushuntirib, ijoz deganimiz maqsadni mutaarifning iboratidan azroq bilan ifodalash. Odatda normalda biz ifodalamoqchi bo'lgan bu maqsadni o'tir iqimdagi jamiyatga normal kishilar ifodalaydigan bir o'lcham bo'ladi. Ya'ni hammalar biladigan tabii odatlangan bir o'lcham bo'ladi. Buningdan azroq iboratlar bilan azroq iborat ifodalayalsak bu ijoz bo'ladi. Bu yerdagi o'tir mutaarif deganimiz dar o'tir iqimdagi kishilarning mutaarifi odatda. Ama itnab deganimiz dal maqsadni mutaarifning, shu o'tir qalamli kishilarning odatlangan so'z uslubining iboratini ko'proq ifodalasak, itnab bo'ladi. Mana bu mencha eng to'g'ri bo'lgan, tushunishli bo'lgan bir nima bo'ldi, ifoda bo'ldi. Amdan keyin boshlaylik. Ondan Sakaki rahimahulloh o'zining gapini tövendagidek hukmlarni o'z yo'g'an shaklda davomlashtirib davatadi. Walamma kana al-ikhtisar nisbiyan. Yani ijoz ixtisor demakchi, shu ixtisorda ijoz nisbiy bo'lg'achqa. Yani onun muqim ölçüm yok. O fakat seliştirish orqali mutaarifil awsatga seliştirish orqali ölçümdigan, belgilanadigan bo'lg'achqa. Şonlaşqa ijozda ba'zida yuqorida o'tgan mutaarifil awsatga qaytimizgani bir narsani ijoz deb hukm qilishda, bir narsani ijoz deb hukm qilishda mutaarifil awsatga murojaat qilamiz. Ba'zida maqomning tilga ilingandan kengroq loyiq ekanligi qaytimizga ba'zi mutaarifil awsat o'lcham bo'lmay qolib qolsa, maqom 4 jumla keltiradigan maqom bo'lsa, biz 3 jumla keltirsak, 4 og'iz gap qilishni taqozo qilgan maqom bo'lsa, 2 og'iz gap qilgan bo'lsak, buni mu ijoz deb hukm qilsak bo'ladi deydi Sakaki rahimahulloh. Ana Sakaki rahimahullohninki ijozni farqlantirish yoki ijozni ta'rif qilish, tunishtirish babida ikki xil fikr o'tirib qo'ydi. Birisi mutaarifil awsat o'lcham, yana birisi maqom o'lcham. Mutaarifil awsat ko'proq jumla keltirishni, so'z keltirishni, kengroq so'z keltirishni taqozo qildi. Biz oz keltirib qo'ydik, ijoz. Maqom ko'proq jumla iboratlarini, uslublarini qo'llanishni taqozo qildi. Biz oz keltirib qo'ydik, ijoz deb ikki xil narsani, birisi mutaarifil awsatni, yana birisi maqomni o'lcham qildi. Mana shu o'lcham bo'yicha jumlani ya mujaz jumla yoki mutnab jumla deb hukm qilsak bo'ladi deydi İmam Sakaki rahimahulloh. Ammo İmam Sakaki rahimahullohning bu gapida nazar bor deb buningga e'tiroz bildirdi Abdur. Men o'quvchilarga dastlabda deb qo'yaman, bizning bu kitobda yoki boshqa kitoblarda bir taraf bo'lishga haqqimiz yo'q. Kimning gapiga kim e'tiroz qaytarsin, bizga nisbatan baribir qaysi to'g'ri chiqib, qaysi xato chiqsin, biz nisbatan baribir Abdurning shu detalashlarni, aning gapini, aning e'tiroz bildirishlarini akab qo'shgan sababi bizning ma'lumotimizni oshirish. Shu o'quvchilarimizga tavsiya qilganimiz shu nazar qilingan, rad qaytarilgan, e'tiroz bildirilgan yoki o'tirib qo'yilgan qisqarma fikrlarning hammasi bizga nisbatan foydali fikrlar. Bu oxirida ma'ning gapiga e'tiroz bildirib, rad qaytarib, xato o'xshaydi deb butunlay zehnimizdan chiqib deyishni qilmaylik. Hammasi kallamizda bo'lsin. Chunki hammasining ma'lum darajada o'rin olmasa o'tirg'a qo'yilmaydi. Faqat e'tiroz bildirilish qarshi tarafning kallasidagi tarjih, murajjah taraflari e'tibori bilan bo'ladi. Shu hammasi kallamizda bo'lsin. Endi e'tiroz bildirganlarning dalili nima desa, va zalika. Buning e'tiroz bildirishimizning sababi chunki bir narsaning nisbiy bo'lganligi uning ma'nosini muayyanlashtirishning qiyinligini taqozo qilmaydi. Ondan keyin ijoz degan mutaarifdan oz bo'lgan narsa deb mutaarifga asoslanishni ham taqozo qilmaydi. Ondan keyin yana yuqorqi maqom, ijoz degan maqom so'zlangan kalomdan kengroq loyiq bo'lganligi uchun ijoz bo'ladi deyish orqali bizga isbotlangan kengir keltirish va ya maqomning keng urilishi buningga asoslanishni ham taqozo qilmaydi. Demak, cho'g'on İmam Sakakining gapini butunlay rad qilyapti hozir. İmam Sakaki rahimahulloh
ikki xil sababni bayon qilib, ijozni muayyan tunishtirolmaydi deganda, birisi ijoz degan nisbiy narsa. Shun boshqa ijoz deb birisi mutaarraf al-awsatni o'lcham qilib, shuni azob qolgani iborat jihatda ijoz bo'ladi. Yana birisi maqam so'zlangan jumladan kengroq loyiq bo'lsa, shundan maqomni keltirilgan jumla uslubi ijoz bo'ladi deganti nisbiy o'g'achqa. Marab qayta uni bir jumlani, bir narsani tunishtirishning nisbiy bo'lib qolganligi qandaqdir, uni tunishtirish tez. Andagandan keyin mutaarraf al-awsatga taynimiz nimdab mutaarraf al-awsatdan bu iborat azob qolsa ijoz bo'ladi deb. Yoki maqomga qaraymiz, maqom so'zlangan jumladan kengroq loyiq bo'lib qolsa, keltirgan jumla mujoz bo'ladi deb degan gapini taqozo qilib. Uni da ish ketmaydi demakchi. Bir jumlaning bir narsaning nisbiy bo'lganligi qanaqdir unda deb ketishni taqozo qilmaydi. Uni demasakmi bo'ladi? Kilahuma buning ikkilisi adamning nodon qaytag'anlik. Bu nima deganlik bu? Eng to'g'risi buni desak bo'ladi deydi. Meni gapini anglab boqaylar. Bu yomon nodonlik deydi rad qaytarg'ini. Wal aqrabu ay yuqal deyilsa bo'ladigan eng yaqin gap musovat ijoz itnob degan nima desa maqsadni ifodalash yo'llarining ichidagi maqbul yo'l deydi. Maqbul yo'l bo'lib, ya'ni o'sha maqsadning aslini yo shu maqsadga barobar dal keladigan labz bilan qana qilish, ifodalash yoki uningdan kengir narsalar, uningdan qisqaroq, ammo ma'noliq ifodalaydigan iboratlar ifodalash yoki ma'lum bir ahamiyat, mazmun yusidan ortiq iboratlar ifodalash bu dal murad maqsadni ifodalash yo'llarining ichidagi maqbul bo'lgan ijoz itnob musovat to'g'ri deydi. ماذا؟ أن المساواة والإيجاز والإطناب هي المقبول من طرق التعبير أن المراد ما هي تنتاتب أن المراد قصر من جملة لدو أن المساواة والإيجاز والإطناب إن اسمسه تعدية أصله بلفظ مو خبر شو ما شو دواتنا ترجمة قاعدة قليلة مساواة إيجاز وإطناب دقيقة نماز bu ijaz musovat ijaz itnob har uchchilisi maqsadni ifodalash yo'llaridagi maqbul uslublar bor. Mushu uslublar nima degan gap desa, Aşu maqsadning aslini shunga dal keladigan labz bilan ifodalash yoki to'liq ifodalab, az bo'lsin to'liq ifodalaydigan labz bilan ifodalash yoki ma'lum bir maqsad, ma'lum bir ma'nolar tufaylidan ortiq labz bilan ifodalash, mana bu ijod istob musovat. Mana desak bo'ladi deydi. O nima odamni galvon qilib, bir mo'nchi gapni qilib, u degan nisbiy narsaga tunish to'g'rilmaydi. Unda o'g'andiga mutaarraf al-awsatga qaraymiz, mutaarraf al-awsatdan azob qasi ijoz bo'ladi, kengroq qasi itnob bo'ladi, maqom qaraymiz, maqomni, u mutaarraf al-awsat degan bir xil bo'lsa, endi mutaarraf al-awsatni bilman deb nega ko'raman deydan mavjud. Bu degan odamni nodon qilib o'tganlik bu demak, hech nima ijoz degan nima, itnob degan nima ayirmas qilib o'tganlik bu. Raddun ilal jahala degani shuni bilan sen itnob bilan ijozni menga bilinmay ketsa. Chunki mutaarrif al-awsat bir xil emas. Sen bir yerda yashamaysan-da masalan. Maqom deganni har maqomni bahs qilish, yo bu bir odamni galvon qilganlikda bu deydi mana. Raddun ilal jahala degani galvon qilganlik bu odamni deydi. Shuni gapni kesib bir maqsadni ifodalashga dal keladigan labzini ifodalasi musovat, ortiq labzda ifodalasi ma'lum maqsad tufaylidan itnob, kam labz bilan to'liq ifodalaydigan kam labz bilan ifodalasa ijoz. Mana bu normal gap. Bu yerda biz chalaqamizda gapimiz shu kam labz degan vaqtda vafini qo'shib qo'ydik, endi kam bo'lib ma'noni to'liq ifodalayolmasa bu ijoz bo'lmay, u vaqt balog'atdan chiqib ketadi bu. Ortiq degan gapimizga li foyda degan gapni qo'shib qo'ydik. Nimishqa ahamiyatsiz ortiq labz gap qo'ysa, bu tatvil hash bo'ladi. Bu balog'atsizlikning bir omillaridan bo'ladi. Balog'at ta'sirkizga omil. Bizning gaplarimiz intayin to'liq qoldi. Buncha qilsak, kitob ijoz musovat bizga nisbatan tushunishlik bir narsaga aylanadi. U tushuniksiz bir narsaga aylanib qo'yganlik bo'lsa kerakning gapida bunday e'tiroz qaytaryapti. Hen şu yerda avtor o'zining vafin degan gapidan ixloldan saqlanish uchun keltirdi mana gapni. Ixloldan qanday qildi saqlandi. Endi demakchi o'g'ini iboratni kam keltirsak, ma'no kam chiqib qolsa-chu desa, shu vafin deyapmiz. Vafin degan gap iborat qisqa bo'lsa-mu, ma'noni to'liq ifodalaydi degan gap. Ixlol degan nima desa, labzi ma'noni ado qilishdan kam qolib qolgan holat ixlol bo'ldi. Ma'no tutuqsiz bo'lib qoldi. Buning misollari intayin ko'p. Masalan, Haris ibn هل الشيء يشكرينك رشير سوا والعيش خير في ظلال النور ممن عاش كذا debchi. Xuddi biz o'yirtildi aloqa to'shqandek 100 yil yashovchi yo'lbosdek 1 yil yashaydigan gap bor ya. Bu demakchi o'g'ini boturlarcha, qahramonlarcha yasha az yashasangmi, anda namertlik bilan 100 yil yashagan deb. Shunga o'xshagan ma'nodagi bir jumla ma she'r. Ya'ni aqlning soyasida yashash,
Japa muşaqat yaşagan adamdan yaxşı demekçi. Bu hazır muhabbeti tercüme kılışım, cümlenin uzun tercüme kıldım. Bir düşünüksüz gap endi bu. Aqlning sayısı yaşaş, japa yaşagandan yaxşı desa, qarmaqa to'g'ri gap. Lekin ona demekçi emas. Demekçi o'g'li nima desa, aqlning sayısida, ahmaqlikning aqlda, ahmaqlikning sayısida, nu degan ahmaq degan bo'ldi. Ahmaqlikning sayısida köp yaşaş, yoki yaxshi yaşaş, farovon yaşaş, aqlning sayısida japa muşaqat yaşagan yaxshi demekçi. Yani sen ahmaq bo'lib, haqning yaloqchisi bo'lib yoki haqqa paypita ko'p o'zingning g'ururini setib, yaşat, kengri rahat yaşagandan g'ururing bilan japalik yaşasang bo'ladi. Asli shartning maqsadi bu. Lekin iboratni qisqa keltiraman deb maqsadni o'qilinmaydigan bir narsa bor. Xuddi bayatni tarjima qilib bersam, hech kimni o'qimadim deyman qachon. Shunga olib turib tushunib deydi. Ya'ni ahmoqlikning soyasidagi farovon, yaxshi turmush, aqlning soyasidagi mashaqqatli turmush yaxshi demakchi. Ammo shoirning so'zi ijozlikda qanday gap qoldi desa, maqsadlik ma'ni ifodalashdan muqassir holatga kelib qoldi. Ya'ni ifodalanmaydi. Chunki maqsad chiqmaydi. Agar men tushunmay she'rni shu paytda tarjima qilib bersam yoki o'zi tarjima qilsam tushunmaydi-da uni. Demak, oyatdagi vafin degan gap bilan halal chiqarib o'tildi. Shu xotirjam bo'lsin bo'ladi. Kam iborat bilan, qisqa iborat bilan kengir ma'ni ifodalasak, ijoz bo'laveradi. Madam o'sha qisqa iborat, o'sha kengir ma'nini vafin qila olsa, ya'ni to'liq ifodalay olsa. Bu bir gap. Bizning ta'rifatimizdagi ba'zi masalalarni tushuntiryapmiz. Undan boshqa bizning ta'rifatimizda, ya'ni shu Abdurrahmon ta'rifatida lifailada bir og'iz gap bor. Shu gap bilan tatvildan astaga qaranglar va hashvidin. Tatvildan va hashvidin qana qildi, ehtiros qilindi. Tatvil, hashv her ikkalasi jumladagi behuda uzun keltiriladi. Ya'ni ba'zi jumlani mazmunini buzadigan darajada, ba'zi buzmaydigan darajada asli maqsaddan eshib ketgan iboratni tatvil va hashv deymiz. Tatvil degani buzmaydigani, hashv degani qanaqa qildigani, buzdigini. Hashv degani buzdigini. Mayli buzsin yoki buzmasin, ishqib asli maqsaddan ortiq ketgan iborat keltirishning o'zi tatvil bo'ldi. Lifaida degan gapimizdan mushaxil tatvil itnoqlancha kirmaydi. Ya'ni bir jumlaning ifodalamoqchi bo'lgan maqsaddan ortiq keltirilishi bir alohida mazmunni ifodalasa, bu itnoq bo'lib balog'atning tahtiga kiradi. Agar behuda ortiq bo'lib qolgan bo'lsa, buni biz tatvil yoki deymiz, hashv deymiz. Shunda o'zining tuvandagi lifaida degan gapidan tatvildan saqlandi. Tatvil degan nima desa, ortiq narsa jumlada muayyanlashadi. Men bayatdan erishib ketdim-mi, mufsid g'ayri mufsid deb. Ma tatvil ini qo'ymagan ortiq, hashvi ini qo'ygan ortiq. Yani mushning o'zi ham mufsid g'ayri mufsid bo'ladi, mufsid olsun, g'ayri mufsid olsun jumlada masalan ham bo'laveradi. Masalan, Adi ibn Zayd al-Abbadining so'zida Zabbatninki جزيمة الأبرشن بلاد أولدن غلقن تلغلب وقدت الأديمة لراح شيء وألفى قولها كذبا ومينا. Bu iki padişahlık oturduğu bir beğen bir vakalik bir Arap edebiyat kitaplarında birisini aldıb ahırda dağı esip put kollarını telip bunu ahırsı öldürürdü diye. Başkalar bunu tasvirlep falanı hukununu aldıb bunu akıvat edip وقدت الأديمة لراح شيء. Yani o edim degeni bilek tarafının terlerini görürsüdü. Kesivetti, tilivetti, kesti, nağıca, şu ceynağıca lirahi şeyhi qaddat taqdiddan chiqqan kesishmanda adim bilislar teri degan ma'noda lirahish degani bilakgacha jaynaqgacha boradigan kichik o'q tumurni ko'rsatadi. Ya'ni bu dog'i esib avmani oldibligini akilib bizning shaharga akilib bilan qo'llaridagi terini kesib tumurlargacha kesib tilibatdi. Va alfa qawlaha kadiban wa mayna. O padişah o ayol padişahning burun bergan va'da gap so'zlarining hammani yolg'onligini his qildi. Alfa vaja demanizda. Mishada gapini yolg'onligini bildi degan jumlada yolg'onda bir ma'no bor, lekin iboratning ikkisi borki kaziba va mayna. Kazibmi yolg'on, maynami nima yolg'on. Lekin ikkisining qaysi aniq ortiq emaydi, qaysi asli maqsadni ifodalaydigini aniq emas. Chunki kazibami yolg'on, maynami yolg'on. Al kesin bo'ladi, mal kesin bo'ladi. Ikkisining qaysi ortiq bo'laverdi, muayyan emas, ma'no bizim deymiz, tatvil deymiz. Yani kazib mayn beyt ikinci beytdagi o'xshash bir ma'nodagi gap ikkisi ortiq kelib qolgan deydi. Demak, foyda bo'lmasa, buni biz tatvil deymiz. Agar shu ortiq bilak ini qo'ymay qolsa, vahturida aydan, yani shu foyda degan gap bilan hashvi mufsiddinmi qana qilindi, saqlandi.
Haşim mufsid degan cümlenin mazmuni buzutadigan ortiq bilakni deymiz. Bayat Abidday Mutnabbining so'zidagi yotandagi misolga o'xshash. La fadla fiha lishaja'ati wan nada wa sabr al-fata lawla liqa'u sha'ubi nisa. Dunyoda o'limga uchrashish bo'lmagan bo'lsa, o'lish degan narsa bo'lmagan bo'lsa, baturlik qilishning, sexiylik qilishning, u yigitning chidamchanlik bilan bardoshlik deganning hech fazli bo'lmaydi. Ölmegenligen haq qo'rqmay baturlik qilaverdi. Ölmegenligen haq chidaverdi. Ölmegenligen haq sexiylik qilaverdi deydi. Bu gap logika jihatda shijoat, baturlik bilan chidamchanlikqa to'g'ri keladi. Zodi biz o'ladiganligimizni bilib turib, qo'rqmay oldiga chiqqanligimiz bu fazilat. O'ladiganligimizni bilib turib, xiyonat orasida chilab turganligimiz bu fazilat. Ama o'ladiganligimizni bilib turib, mol dunyomizni boshqalarga berib, sixiylik qilib fazilat emas. Chunki o'ladiganligimiz aniq tursa, o'lgandan keyin qolib qoladi, yo'q, shuni xayrotimiz ba'zi vaqtda. Demak, mayada bir nada degan iboratning kelishi orqali ma'no qanaq ketdi, buzilib ketdi logika jihatda. Chunki o'lmagan bo'lsa, men kelgusida pul mol lozim bo'ladi deb o'ylagan odam an xayrisa pulni başlar sixiylikdan taqatsa, onu fazilat deyish kerak. To'g'ri, o'lganligimiz yo'q tursa, o'lgan degan o'lgan ektemaydi birda o. Shu buni fazilat yo'q deb ifodalashi ma'rumda xato. Shuni olib turdi o'tdi. Fa innahu yaqul ishora deydi, dunyoda shajoat, sabr qilish, sixiylikqa o'lim uchunmagan bo'lsa fazilat yo'q deydi. Lekin bu nadada to'g'ri emas. Ishkisi to'g'ri. Zodi o'lish bo'lmagan bo'lsa, batirlik qilsa, har qanchasi o'lmaydi ya deydi. Üleş olmagan bo'lsa, chidab tursama, har qancha qilsa o'lmaydi o deydi. Lekin üleş olmagan bo'lsa, sixiylik qilsa, u vaqtda fazilat verdi. Ularga uchirganlik uchun sixiylik qilish qanday foydali ish emas. Chunki hamma biz o'ldiganligini bilgan odam, bir narsani bir aktamaydiganligini bilgan odam, cho'qim boshqa yaxshi yo'llar xayrivatmasa, keyin qapqasi buzuqchilikda o. Ma'noqda logika jihatdan nima chiqdi? Xatolik chiqdi ma'runda. Va turida aydan, ya'ni foyda degan gapning sababi bilan ashadagi qaytilan haşvi gayri mufsid cümlenin mazmununu bayatlığa o'xshash buzmaydigan, ama ortiq mazmunlarni ham qanday qilindi saqlandi, chunki foydan gapni shuni chiqirdi sirtiga. Zuhair ibn Abi Salman'inki va a'lamu ilma al-yawm wal amsi qabla walakinni an ilma ma fi gadin amidisa. Men bugun va tunugunning ma'lumotlarini bilaman, ammo aytdiki ishlarning ma'lumotini men qarab turman desa. Mush o'rinda wal amsi degandan keyin lan asli maqsad ado bo'ladi. Chunki tunugun degan cho'qim bugunning oldida bo'ladi. Qablahni aklashning hech hojati yo'q. Ham ahamiyatim yo'q. Hech bir ifodalar ortiq mazmunim yo'q. Buni biz hashu deymiz, lekin jumla mazmunini buzmaydi. Bayatdek logik xatolik chiqmaydi-da. Tamam, bunu biz yuqoridagi ta'rifatdan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan xatoliklarni ta'rifatdagi qaydlar bilan, lifoida, vafin degan qaydlar bilan qanday qildik? U kelib chiqish ehtimoli bo'lgan xatoliklarni saqlandik. Demak, bizning ta'rifatimiz to'liq bo'ldi. Ya'ni ijoz va musovatni to'liq ifodalab beradi. Endi musovatchi bunga gap ketmaydi buningga. Ijozni qisqagini to'liq ifodalasa, İtnabni uzun gap qolgani, ma'lum ortiq bir alohida mazmun ifodalasa, musovatchi desa, dalilkagini. Ya'ni ifodalamoqchi bo'lgan maqsadga keltirgan iborat uddu. Buni biz nima deymiz? Ijoz deymiz. Abturdotudu va ta'til musawat nahwa qawlillahi ta'ala. Musawat Allah subhanahu va ta'alaning tuvandagi so'zga o'xshash keladi. Va la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Bizning uyg'ur tilimizda o'rni kim qo'lsa o'zi tushirgan gap baya şu mazmun mushu oyatdan ilingan bo'lishi mumkin. Ya'ni yomon hiyli mikr neyranglar o'z ahliga tushadi. Ya'ni hiyli mikr qilgan odam o'zi tatida hiyli mikrning jazosini degan ma'noda ifodalamoqchi bo'lgan maqsad mushu hiyli mikr, yomon hiyli mikrlarning shu qig'uvchisiga qaytadiganligini ifodalagan bo'lsa, iboratdan undan ortiq kamnimi yo'q, iborat yo'q. Yana Nabig'aning tuandagi so'zda shunday bir mazmun ifodalanadi: "Fa innaka kal-layli allazi huwa mudriki wa in khiltu anna munta'i anka wasi'u" degan shirda. Sen xuddi nada olsam tep bo'ladigan bir kechaga o'xshaysan. Men qechib qutulolmayman kecha hamon bunu demasman. Gerçi men yaroqlashadigan ya sendan kengar deb o'ylasammi, yana nega o'zim tep bo'lib o'tsa. Degan mushu she'rning o'zidimi akiradigan misol yo'q. Ya'ni ifodalamoqchi bo'lgan gap shu, keltirilgan iborat shu, gap iboratga intoyin uyg'un, iboratdan ortiqcha bir narsani his qilmadik.
Men ifadelemek olan maksat del şu ibaretlerin üzülen kanaklarında ifadelendi. Bunun özü musavatla misal bulunmayı. Tamam. Yani bu çeyince kalanlar ile koğan bolsa, yani biz bayatdan ya okugan neyse, nime okulasını sağlasak, sınap icavaz musavatla mənisinde kanak olduk, muayerleştirdik. Sekakinin bu vaxtaki fikrini qaydı bir tekrarlasan, Sekaki rahimahullah, İstinab icaz nisbine soğaçqa muayyen ta'rif qılınmaydı. Çünkü bu mutaariful awsat asaslanışı gerek, yakın maqam asaslanışı gerek deb gapni mujmal qilib qo'ygandan keyin Abdur rahimahullah uni o adamni galvan qilganlik bu. Biz gapni aniq qilishimiz kerak. Ya'ni maqsadni ifodalaydigan qurilmadan ortiq qurilmani keltirsak ma'lum maqsad uchun istinab bo'ladi. Maqsadni to'liq ifodalab turib, kam qurilma keltirsak ijoz bo'ladi deb ularni gapni kesib, bir buncha misollar bilan bizga undan izohlab berdi. Ana o'z gapimiz nereden başlayılı? İcazdan başlayılı. İcaz aldı bilen bir o'ylaylan icaz. Nima icaz deganda biz ifodalamak jo'g'an maqsaddan qisqa iborat keltirish. Yani bir ibaratdan tashlab o'tdimizmi yoki keltirish to'liq qisqami desa icaz ikki turli bo'ladi. Birisi icaz al-qisar, yani birisi icaz al-hazf. Yani icaz qisar deganimiz cümle tuzilishla tashlab o'tgan bilak yo'q. Tuzilishlar qisqa tuzilgan shu qisqa iboratdan ko'p ma'no chiqadigan jumla shakli ijoz qisar bo'ladi. Endi asli jumla uzun jumla, yani iborat maqsad ifodalamoqchi bo'lgan maqsadga mos shaklda keltirilgan jumla, ammo ma'lum bo'laklari jumladagi dalil qarinlarga tayinib turib tushuniladigan bo'lg'achqa ma'lum bo'laklarini hatto bir so'z, ikki kalima, hatto bir jumla, hatto bir necha jumladan tashib, ya'ni maqsadni to'g'ri ifodalagan bo'lgan ahvol asida bunday shaklda keltiramiz. Buni biz ijoz nima deymiz? Al-hazf deymiz. İcaz al-hazf. Endi müşahid dersine mazmuniga kirishdan ilgari ijoz qisar degan ma iborat to'g'riliq kitoblarda ustozlarning og'zida ba'zilar ijoz qasr deb keltirilgan, ba'zilar ijoz qisar deydi. Hatto mush balog'at ustozlarining ba'zi ijoz qisar, ba'zi ijoz qasr deb bunda xil o'qiydi yani. Ammo bizning tarjih qilimiz ijoz qisar degani to'g'ri deb o'ylaymiz. Yani qisqa shaklda keltirish deb. Qasr degan qas qilish emasmi? Shu mushta o'qidik. Ammo o'quvchilarimiz boshqa kitoblarda yoki boshqa ustozning og'zidan ijozni qasr deganini anglab qolsa, bir xil kallasida g'ayri fikr paydo bo'lib qolmasin. Ya'ni bunda xususan men shu balog'at ustozining o'zidanmi masalan kasbiy arab balog'at kasbiy ustozining og'zidan nasharat ijozi qisar deb ma'lumdim, ba'zining og'zidan ijozi qasr deb ma'lumdim. Shu ikkilisi kallanib bo'lib qolsin, lekin men xususan bayat iboratni o'qigan vaqtimda ijozi qisar deb o'qidim, shuni o'qishni ham tarjih qilaman. Ammo kitobning o'zida hozir oldimizda kitobning o'zida ijozi qasr deb qo'yibdi, lekin shu ham kallanida bo'lsin bu masala. Bizga nisbatan cho'ng masala emas, ikkilisi zihnimizda bo'lsa, qaysi xil shaklda gap tushunalsak bo'ladi. Andas biz ijozi qisardan boshlaydi. Men dedim ya ijoz qisar degan nima bo'lsa, jumla tuzilishdan tortib o'zi qisqa ifodalaydigan mazmuni, ya'ni boradigan mazmunlari, boradigan doirasi kengir degan gap. Masalan, bu nima desa, va huwa ma laysa bi hazfligini bir bo'lakni tashlash orqali bo'lmagan. Uningda tashlangan narsa yo'q ifodalash uchun. Va uningdan maqsad qisqa iborat ko'p fikrlarni o'ziga oldirish maqsad qilib. Jumla intayin qisqa tuzilishdilar. Lekin jumlaning boradigan ifodalaydigan mazmunlari kengri. Buni biz ijozi qisar deymiz. Masalan, va lakum fil qisas hayatu ya ulul albab. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat degan mushahidasini hamma biladigan hadis. Amallarning natijasi, hukmi niyatga bog'liq deyilsa, bu bütün amellerinin hemmini özgü olur. Hatta insanın hayatındaki ölgücü olan bütün işlerinden hemmisini tahta kirkesi bulurdu. Mezmun en tayin kengri. Bu icazı qisarından acayip güzel misaladın birisi. Yeni birisi Kur'an-ı Kerim'deki hazır Abdülkelim tüygen وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَعُولُ الْأَلْبَابِ. Yani sizlerge kısasta hayatlık var deydi. Muşu maksat ifadılığın bilek bu ayetinin açıdan لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ hayat. Aldık kendikini taşır etsek لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ hayat. Muşunundan qissasda sizlarga hayot bor degan o'qimiz. Bu nima degan gap desa, birov-birovni o'ltirib etsa, o'ltirguchi qotil tashlab qo'yilaversa, kishilarning joniga parvo qilmas bo'lib qoladi, o'ltirdi, jamiyatda o'ltirish ahvollari ko'payib ketadi. Bu jamiyatning aminligiga, hayotiga, qiniga tahdid qilib keladi. Ondan başqa, ölendan başqa birov-birovni xalqancha yarda qilaversa, birov-birovning qo'llarini kesitiversa, birov-birovning ko'zlarini qarg'oq qo'yaversa, tishlarini to'kitaversa, masalan, o jinoyat o'tkazgan tarafdan qisos ilinmasa, kishi
kishilar bu taraflarga sal qaraydigan bo'lib qoladi. Behuda bir mun jon qiynalgan gap, bir muncha xafalık yuz beradi. Bunda ishlar avjab ketadigan gap. Aning bunni qirgan, aning quloqini kesgan, mamaning qutni to'kur qilgan masalan. Qisas yo'l qo'yilgandan keyin lan o'zi qilgan jinoyatning aynisi o'zgarma ham qilinganligini, qisas olinganligini bilsa, sen to'xtaydi o'zi besib oladi, achchig'ini besib oladigan gapda, achchig'im deb qilmaydi vaqtida. Shunga bilan jamiyatda aminlik shakllanadi, o'zaro bir-birisining qimmatini qiladi, hayotining qimmatini qiladi, mol-mulkining qimmatini qiladi, jismoniy a'zolarining qimmatini qiladi, hayotlik shakllanadi. Mana bu taraflarning hammasini lakum fil qisas hayotun degan mush iboratning o'ziga olgan. Buni biz ijoz qisar deymiz. Jumlada tashlab o'tilgan hech qanday bilak yo'q, asli keltirishlik bilaklardan jumla ashta tuzilgan, mubtada xabarlik jumla lakum fil qisas hayatundaki hayat cümlenin iki kısmı lakum cümlenin xabar bilaki bu şekilde keltirilgan tashlangan bilak yo'q ifodalagan mazmunda intayin keng bo'ldi. Yani bunun ma'nosi ko'p, lafzi oz. Bunda hech qanday nima yo'q, hazf yo'q. Yani valakum fil qisas hayatunda. Endi arablar Qur'oni Karim arablarni Qur'onning o'qishini nocho'san keltirib baq deb chaqagan vaqtida bular Qur'ondagi o'zi eng nima qilgan, o'zining kallasini eng tortgan iboratlar bilan baslashib, shu xil iboratlarni o'qishib keltirib baqayli deb bir o'zicha bir oyatlarni tuzib baqgan. Mush tuzgan bir nimalarning ichida lakum fil qisas hayatun bilan ma'nodash keladi deb qaragan bir jumlasi bor. Al-qatlu anfa lil-qatl. Ölümni yo'qotadi deb. Endi mushu oyatdagi shuni udul qildigan mazmunni o'zimiz ekarsak, lakum fil qisas hayatun al-qatlu anfa lil-qatl ekarsak, ya'ni lakum fil qisas hayat al-qatlu anfa lil-qatldan yana ijoz chiqadi. Yana balog'atlik chiqadi. Shunda o'tadi. Arablarning qashidagi iboradan mav ortiq, hattoki chunki u mav Arablar mushu ma'noda degan jumladanmi qisqaroq, jumlaning eng qisqasidanmi ham ortiq. Qaysi ularning al-qatl anfa lil-qatl degan so'zi mushu undinmi nech tarafdan ortiq. Masalan, tuanda bir nech tarafni akaldi. Masalan, birinchidan o'xshash keladigan bilaklarning harflarining ozligida. Masalan, o'xshash keladigan bilaklar shu asosiy mazmun ifodalangan bilak fil qisas hayatun. Fil qisas hayatun mubtada xabar yoki mubtada xabar desak, yoki mushuni mushu bilak al-qatlu anfa lil-qatl degan bilakdan harf jihatdan nima az. Chunki ma'u talaffuz jihati 10 harfdan oshmaydi, ammo al-qatlu anfa lil-qatlninki 14 harfdan eshib ketadi. Bu bir. Ikkinchisi, maqsadni aniq o'tirib qo'yish. An-nas va al-matlub degan maqsadni aniq o'tirib qo'yish va ochiq oshkorlash, tasrih bo'lsa hayotlik. Chunki qisosdan maqsad qilingan asosiy muddao hayotlik. Ana bu haqsiz shaklda boshqani o'ltirishdan tuzil. Chunki aniq jon lozim, hayot lozim uningga. Çünkü o öldürüş kısasqa ibaret. Çünkü başqani öldürsə, özünün qısasılığını bildiğin boğaçqa, onun can tatlı, o yaşaması onun hayat degan bir hukumni o'ylab tatura, men yaşamasam bo'lmaydi, yaxshisi o'ltirmayjim ama anladım. Men buni o'ldirib qo'ygan, menda qisaslar emasmi, chiqimga hayray deb o'zini to'xtatadi. Ma'no nuqtada oyatdagi asosiy maqsad aniq o'tirib qo'yilgan hayot lafzi bilan. Lekin avvalning gapida hayot iborasi yo'q. Ikkinchisi bu. Uchinchisi hayatunni nekir keltirish ifodalaydigan ta'zim. Biz o'qidik iboratlardagi nekir keltirish ta'zim. Lakum fil qisas hayot desa buyuk bir hayot bor. Nima bor? Buyuk bir hayot bor deyapti. Buyuk bir hayot bor. Shundoq ma'no chiqish nimishqa buyuk deb bunda hayotni buyuk deb ifodalaydi desa, buyuk deb ifodalaydi. Chunki arablarda shu vaqtning o'zida, arablardan boshqa bo'lgan jamiyatlarda bir odamning o'rniga necha 10 odamni o'ltiradigan ishlar bor, tajovuzan. Bir odamni o'ldirib qolsa, o'rniga bek ha ketib, mushuqi biz mushtaq qilamda degan asosda bir odam necha odamni. Ammo qisas yo'l qo'yilib, qisasga bir degandan keyin ana biriga biri suyuladi. Nurg'un hayot qutulib qoladi. Ya'ni shu nurg'un hayot o'g'achqa, shu ta'zim yoki bir xil, shular bir xil ixtivatgan qonlar bir qitim zayoq qilayotgan hayotlar deb xil naviyat ifodalasin bo'ladi. Shunda o'tadi. Shu bu qisasning ular jamoatni birning badaliga o'ltirishdan iborat qilayotgan ishlardan cheklaganligi yoki naviyatni ifodalaydi bo'lsa-mu, maqtulga shu o'ltirishdan yig'ilish bilan hosil bo'lgan nima hayot qotilga o'zining yig'ilishi orqali bo'lgan hayot
Qatil öldürmese maqtul saqlanıp qaladı, qatil hem saqlanıp qaladı. Manda maqillik ayat deb xil ma'nosini saqlanib bo'ladi, ta'zim ma'nosini saqlanib bo'ladi. Manda ma'no chiqadi. To'rtinchisi umumligi. Ayat mazmun jihatda bütün qisas turlarining hammaga umum. O'ldirish bilan xos emas. Qo'l kesish, ko'zni qarg'oq qilib, burun chish, ish qilib qisas elektriklik sohaning hammani o'z ichiga oladi. Ammo avlning gapi o'ldirish iborasida Alloh qana qilgan. Keyin boshqa sohalarni o'z ichiga olmaydi. Ularning so'zining aksi bilan. Chunki o'ldirish, ilmni o'ldiradigan o'ldirish bu faqat qisas bilan bo'lgan qolgan shakl emas. Qolgan qo'l masalan boshqa jarohat, ziyon zahmatlarni o'z ichiga olmaydi-da u. 5. ortiqchilik tarafi oyatninki takrordan xoli bo'lib, takrordan salomat qilishi. Bilasizlar, takror Arablardagi, kalam jumladagi ayblardan bir ayb hisoblanadi. Al-qatl anfalul qatlda qatl takrorlangan, lekin oyatda qatl yo'q. 6-si oyatninki mahzubni yushun keltirishdan behojat bo'lishi. Chunki oyatda hech qanday mahzubat yo'q. Ya'ni ma'nosi va labzashangan gap yo'q. Onun sözünün aksi bilenki ağolun sözü el-qatl anfalul qatl min terkihi deb. Çünkü anfa ismi tafzil bulup hemen birisi ismi tafzil çoğum minleştirilmiş gerek. Yoki alif lam bilan işletilsin ya muzaf bilan işletilsin. Çoğum ya muzaf emas, alif lam bilan bo'lmagandan keyin keyinli taşlangan bir tane min bo'ladi onun keyinde. A bilek kam yana. Takdir keltirishga ehtiyoji bor. 7-si mutabaqat yani. Tıbaqda bir babba bizning balog'at ilmul badi'da. Mesela qisas hayatning qarshi isimda. İki qarshi narsani qisasga o'ltirishni yetmasmi? Qisas bilan hayat qarshi narsa bir o'ringa kelganligi, ya'ni ikki qarshi narsa o'tirindi. Ular nima hisoblanadi? Tiboq hisoblanadi. Demak, selishtirib olsak yomon jiq chiqadi. Mushu oyat fil qisas hayatun degan oyatning o'zi ijoz oyat hisoblanadi. Ko'p ma'noni o'z ichiga olgan, ko'p taraflamalik. Hatto mushuningga qaratib tuzgan arablarning gapidanmi necha on jihatda ortiq, ma jihatdan bu balog'atning eng yorqin ifodalanishi hisoblanadi. Demak, ijoza qisar degan nima ekan? O'zimizning gapiga kelsak, ijoza qisar deganimiz jumlada tashlangan bilak yo'q. Jumlada tashlangan bilak yo'q. Ammo ma'no keng ifodalanadi. Buni biz deymiz ijoz qisar deymiz. Ham ijozning ikkinchisi ijoz hasf. Ijoz hasf deganimiz uzoq ism bilan chiqib turibdi. Cümlede keltirilişe tegishlik uslub qurulma bilaklardan ma'lum bir söz yoki ikki söz yoki undan ko'p, hatto bir jumla yoki undan ko'p jumla qanday qilingan, tashlangan holat ijozi hasf bo'ladi. Inshaalloh ijozi hasbini kelasi soatlik darsda o'qiymiz. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.